Bonjour et bienvenue à Fransuzcha Choy Time. Ko'pincha sayohat qilganingizda yoki yangi odamlar bilan tanishganingizda oilangiz a'zolarini tanishtirishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugungi darsimizda biz oila a'zolarini fransuz tilida aytishni o'rganamiz. Shu bilan birga uning ismi deb aytishni ham mashq qilamiz. Umid qilamanki, bugungi dars siz uchun foydali va yoqimli bo'ladi. Bir piyola choy yoki qahva oling va biz boshladik. Shahzoda, agar sen Fransiyaga aylangani borsang, oila a'zolaring bilan ularni fransuzlarga tanishtirishingga to'g'ri keladi. Oila a'zolarini, oila bu fransuz tilida la famille, La famille. ya'ni oilani o'rganamiz, oila a'zolarini. Kelib boshlaymiz opadan. Opa yoki singil fransuz tilida bu sœur. 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 Tinglovchilar, siz ham takrorlang. Sœur. Sœur. Opa so'zini o'rganganimizdan keyin albatta biz aka yoki uka so'zini ham o'rganishimiz kerak. Aka yoki uka fransuz tilida bu frère. 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 Sœur et frère. Opa va aka demoqchi bo'lsak, ikkalasi birgalikda sœur et frère. Sœur et frère. Ana shu e so'zi aylanma y t bilan yoziladi. Bu va degani ingliz til, fransuz tilida sœur et frère. Sœur et frère. Otani o'rganamiz. Ota ingliz tilida, ya'ni dada fransuz tilida, ingliz tilida deydimmi? Fransuz tilida ota bu père. 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 Otani o'rgandik, endi esa onani o'rganamiz. Ona bu mère. 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 Père et mère. Père et mère. Juda yaxshi. MP. İkisi fark borgan xalosda. Ona bu mère, ota bu père. Yaxshi. Frère et sœur. Frère et sœur. Mère et père. Mère et père. Endi tanishtirishda, ya'ni mening otam demoqchi bo'lsang, bizga mening so'zi yordam beradi. Bu mon, ya'ni mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Mening onam bu ma mère. Ma mère. Agar e'tibor bergan bo'lsang, Shahzoda, Mon ma bo'ladi. Mon bu muskoy rodga, ya'ni erkak kishilarga biz mon père yoki mon frère deymiz. Ayol kishilarga женский rod ma mère, ma sœur. Ya'ni mening akam mon père. Mon père. Yo'q, bu mening akam emas, mening otam. Mening akam bu mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mening onam bu ma mère. Ma mère. Mening opam yoki singlim bu ma sœur. Ma sœur. Mon père. Mon père. Mon frère. Mon frère. Ma mère. Ma sœur. Très bien. Juda yaxshi. Endi esa mening erim demoqchi bo'lsang, aytishing mumkin mon mari. Mon mari. Juda yaxshi. Mon mari bu mening erim degani. Mari bu er. Mari. Mari. Endi esa er so'zini o'rgandik. Endi esa ayol so'zini, xotin so'zini o'rganamiz. Bu femme. 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 Femme.
ya'ni mening ayolim demoqchi bo'lsangiz aytishingiz mumkin ma femme. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Double M. Ikkita m yoziladi. Ingliz tilida f e m m e yoziladi, lekin o'qilishi boshqacha. Ma femme. Ma femme. Ya'ni mening xotinim degani. Agar farzandlarga keladigan bo'lsak, o'g'lim. O'g'il bu fils. 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 Qiz farzand bu fille. 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 Shunchaki bola demoqchi bo'lsak, aytishimiz mumkin enfant. 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 Très bien, juda yaxshi. Mening o'g'lim mon fils. Mon fils. Mening qizim ma fille. Ma fille. Yoki bolalar bu enfant, ya'ni mening bolalarim mes enfants. Mes enfants. Ya'ni enfant, ya'ni bolalar ko'plikda bo'lgani uchun bizning mening so'zimiz o'zgaradi, ya'ni mes bo'ladi. Mes enfants. Mes enfants. Juda yaxshi. Endi oila a'zolarimizni tanishtirish uchun bizga bir so'z kerak bo'ladi, ya'ni bu mana degani. Mana ingliz tilida, yana ingliz tilida, uzr, fransuz tilida voici. 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 Ya'ni mana akam demoqchi bo'lsang, aytishing mumkin voici mon frère. Voici mon frère. Voici mon frère. Voici mon frère. Yoki mana meni bolalarim deb ko'rsatib ularni tanishtirmoqchi bo'lsang, aytishing mumkin voici mes enfants. Voici mes enfants. Voici mes enfants. Voici mes enfants. O'sha oxirgi talaffuz qilishda TS bu talaffuz qilinmayapti. Juda yaxshi savol Shahzoda. Ya'ni fransuz tilida oxiridagi harflarni ko'pi, oxirida 2-3 harflar ko'pi talaffuz qilinmaydi. Endi ba'zi joylarda qilinadi, ba'zi joylarda qilinmaydi. Shuning uchun fransuz tilining murakkabligi ham shunda. Ya'ni qaysi so'zni fransuzlar qanday o'qishyapti, buni shunchaki yodlash kerak xolos, boshqa yo'li yo'q. Bu haqida hali keyingi darslarda yana ko'proq gaplashamiz. Hozir men senga tanishtiraman akamni demoqchi bo'lsak, ya'ni men senga tanishtiraman, norasmiy holatda aytishimiz mumkin je te présente. Ya'ni men senga tanishtiraman, je te présente. Je te présente. Men senga akamni tanishtiraman, bu je te présente mon père. Frère. Juda yaxshi. Men xato qildim, Shahzoda to'g'riladi. Je te présente mon frère. Très bien. Hozir men aytaman. Je te présente mon frère. Ya'ni men senga akamni tanishtiraman. Ya'ni men senga dadamni tanishtiraman demoqchi bo'lsak, aytishimiz mumkin je te présente mon père. Je te présente mon père. Juda yaxshi. Très bien. Yoki men senga onamni tanishtiraman. Bu je te présente ma mère. Je te présente ma mère. Très bien. Endi rasmiy holatda yoki o'zimizdan katta odamga tanishtiradigan bo'lsak, oila a'zolarimizni aytishimiz mumkin je vous présente mon frère. Je vous présente mon frère. Ya'ni bu men sizga akamni tanishtiraman. Ya'ni rasmiy holatda sizlayamiz. Je vous présente mon père. Je vous présente mon mère. Ma mère. Je vous présente ma mère. Je vous présente ma mère. Yoki je vous présente ma sœur. Je vous présente ma sœur. Ya'ni odamni tanishtiradiganimizda biz uning ismini ham aytishimiz shart, aytishimiz kerak, ya'ni tanishtiramiz ismini aytishimiz kerak. Uning uchun biz
bunday yo'l tutamiz. Ya'ni je m'appelle deb o'rgangan edik, mening ismim. Endi esa uning ismi deyishni o'rganamiz. O'g'il bola uchun, misol uchun, akamni tanishtiraman, uning ismi Guillaume demoqchi bo'lsak, je te présente mon frère, il s'appelle Guillaume. Je te présente mon frère. Il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume. Très bien. Ya'ni man senga akamni tanishtiraman, uning ismi Guillaume. Je te présente mon frère. Il s'appelle Guillaume. Guillaume. Je te présente mon père. Il s'appelle Roland, par exemple. Yoki, ya'ni rasmiy holatga o'tsak, je vous présente ma mère. Elle s'appelle Sylvie. Je vous présente ma mère. Elle s'appelle Sylvie. Très bien. Ya'ni men sizga onam bilan tanishtiraman. Uning ismi Sylvie. Ya'ni yoki bolalarimni tanishtiraman. Bu je vous présente mes enfants. Ils s'appellent Anna et Sylvie. Il s'appelle Anna et Sylvie. Il s'appelle Anna et Sylvie. Anna et Sylvie. Ya'ni ularning ismlari Anna va Sylvie. Bugungi darsimizda biz o'rgandik yangi so'zlar, oila a'zolari va yangi so'zlardan asosiylari bu voici ma famille. Voici ma famille. Ya'ni mana mening oilam. Je te présente ma mère. Je te présente ma mère. Je te présente mon père. Je te présente mon père. Très bien. Umid qilamanki, endi siz oila a'zolaringizni shu darsdan keyin fransuz tilida tanishtira olasiz. Bu darsimiz tugadi. Sizni keyingi hafta seshanba kuni yana ko'rishamiz. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci.